Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Bugungi mijozimizning xonadoni Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani G'alaba mahallasi Paxtakor ko'chasida joylashgan. 23 ga birinchi xonadon. Hovlimiz 4 sotixli 4 ta xonadan iborat. Qo'shimcha 3 ta xona verimyankalarda. Ketdik xonadonni ichi bilan tanishib chiqamiz. Do'stlar, xonadonimizning lokatsiyasi Respublika ketish yo'lidagi zapravka. Zapravkaga yetmasdan o'ng qo'lingizdagi ipoteka uylariga kirganda pastdan o'ngga burilib to'g'ri kelaverasiz. Do'stlar, xonadonimizning hovlisi bu tomonda stepka qilingan darvozaxona, 3 ta mashina mo'ljallangan joy. O'ng qo'limda esa qo'shimcha verimyankalar bor. Do'stlar, xonadonimizning kirish joyi chiroyli did bilan ishlangan. Do'stlar, xonadonimizning detskiy xonasi ko'rib turgan uy jihozlari ichida qoladi. Remontlari did bilan ishlangan. Do'stlar, xonadonimizning mehmonxonasi. Xonadonimizdagi 12 talik stol xonadonning ichida qoladi. Ko'rib turgan uy jihozlari, parda, gilam, hamma ko'rib turgan narsangiz xonadonimiz ichida qoladi. Xonadonimizning ikkinchi mehmonxonasi. Uyning ichida gilamlari, pardalari, hamma narsa ichida qoladi. Xonadonimizning spalnisi. Xonadonimizning hammomi, issiq, sovuq suv, hattoki tepli pollar ham qilingan, kir mashinaga joy qilingan. Xalq orasida bitta gap bor. Bitta o'q bilan ikkita quyonni uring degan. Bu tort seximiz MMA tort sexi, hammaga tanish qandolatchilik sexi. Kelinglar, ichini kuzatamiz. Tort seximiz tayyor biznes. Bu ham yana qo'shimcha xonamiz bor, uzun. Do'stlar, xohlasangiz bu joyni tort sexini davom eting. Xohlasangiz magazin ochib qo'ying. Bu ko'chada magazin yo'q. 3 ta ko'chada magazin yo'q. Tayyor biznes loyihasi bilan xonadonimiz. Sizga yana nima kerak? Ikkinchida turgan do'stingizga jo'natib qo'ying, sizdan shirinlik qarz bor. Do'stlar, xonadonimiz narxi $45,000. Pastda egalarining telefon raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib, baraka qilaverasizlar. Xayr, salomat bo'ling.